Assalomu alaykum aziz 10-sinf o'quvchilari. Bugun ham ximiya darsimizni davom ettiramiz sizlar bilan. Bugungi o'tadigan darsimiz kauchuk mavzusi bo'lib hisoblanadi. Mavzuni daftarimizga yozib olamiz. Endi kauchukning tarixini ko'rib chiqadigan bo'lsak, kauchukning tarixi buyuk geografik kashfiyotlar davriga borib taqaladi. Xristofor Kolumb Ispaniyaga qaytib kelganda yangi dunyodan ko'plab mo'jizalarni o'zi bilan birga olib kelgan. Shu bilan birga kauchukni ham. Tabiiy kauchuk ba'zi o'simliklarning sut shirasida bo'ladi. U ko'proq Braziliyada Amazonka daryosi bo'ylarida o'sadigan geveya daraxtidan olinadi. Kauchukning molekulyar massasi 170 mingga yaqin. Markaziy Osiyoda o'sadigan ko'k sag'iz, tog' sag'iz o'simliklarida uchraydi. Hindular geveya daraxtidan ajralib chiqadigan suyuqlikni havoda qora rangga kirishini bilishgan va undan rezina sifatida foydalanib yumaloq sharcha to'plar yasashgan. Bu to'plar diniy ko'z qarashlarda foydalanilgan va o'z navbatida modifikatsiyalangan hindularning bu o'yini zamonaviy futbolning kelib chiqishiga xizmat qilgan. Hindular geveya daraxti suyuqligini kauchu, sut daraxti ko'z yoshlari deb atashgan. Kau daraxt, uchu yig'lamoq degan so'zlardan olingan. Bu so'z zamonaviy material kauchukning nomi kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Hindular elastik to'pdan tashqari turli buyumlar, oyoq kiyimlari, bolalar o'yinchoqlari kabilarni ham yasashni bilishgan. Misol uchun mana taqinchoqlar hamda sharchalar, bolalar o'yinchoqlari. Endi uning tatbiq etilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 1738-yili tadqiqotchi Kandamin Parij Fanlar akademiyasiga kauchuk bo'lagini olib kelgan. Janubiy Amerikadagi kauchukdan olinadigan mahsulotlarni o'rganishni va undan foydalanishni taklif etgan. Tabiiy kauchuk tarkibida 91-96% poliizopren uglevodorodi, ya'ni C5H8N, undan tashqari oqsil, aminokislotalar, yog' kislotasi, karotin, oz miqdorda mis tuzlari, marganet, temir va boshqa moddalar mavjud. Tabiiy kauchukning poliizopreni stereoregulyar polimer hisoblanadi. Izoprenning 98-100% makromolekulasi cis-1,4 holatida bo'ladi. Ya'ni mana formulada ko'rib turibsizlar. Biz sizlar bilan cis trans izomeriyani o'tganmiz. Demak, mana bu izoprenda demak cis izomeriya holatida bo'lar ekan. Kauchukning tabiiy izomeri. Tabiiy kauchukning molekulasi 20-40 ming elementar zvenolardan tashkil topgan. Uning molekulyar massasi 1dan 400 ming 2,5 milliongacha bo'ladi. U suvda erimaydi, lekin ba'zi organik birikmalarda yaxshi eriydi. Tabiatda kauchukning geometrik izomeri gutta perch uchraydi. U trans 1,4 poliizoprendan iborat bo'ladi. Demak, formulada ko'rib turganimizdek, bu trans holatda joylashgan bo'ladi. Uning fizik xossalari. Tabiiy kauchuk elastik bo'lgani uchun yeyilishga juda chidamli. Uning qimmatli xususiyatlaridan yana biri suv va gazni o'tkazmasligidir. Kauchuk suvda amalda erimaydi. Yuqori temperaturada kauchuk yumshoq va yopishqoq, sovuqda esa qattiq va mo'rt bo'ladi. Kauchuk uzoq saqlansa qattiq bo'lib qoladi. Ximiyaviy xossasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, kauchuk molekulalarida qo'shbog'lar bor. Ya'ni kauchuk DNA uglevodorodlarga misol bo'ladi. Shuning uchun unga birikish reaksiyasi xos. Masalan, kauchuk 130-140 gradus temperaturagacha
oltin gugurt bilan qizdirilsa, ya'ni vulkanizatsiya qilinsa, oltin gugurt atomlari ba'zi bir qo'sh bog'larga birikadi va molekulalarini go'yo bir-biriga tikib qo'yadi. Biz sizlar bilan o'tgan darsimizda DNA uglevodorodlar to'yinmagan bo'lganligi uchun ular birikish xossasiga ega deb aytganmiz. Demak, balavu kauchuk ham to'yinmagan bo'lganligi uchun uning molekulalari o'ziga ana shu oltin gugurtni qo'shib olish xossasiga ega ekan. Endi sintetik kauchuk ham bor. Sintetik kauchuklar orasida keng tarqalgani bu butadienli kauchuk hamda izoprenli kauchuk hisoblanadi. Mana formulada ko'rib turibsizlar. Birinchisida butadienli kauchukda to'g'ri zanjir ishtirok etyapti. Izoprenli kauchukda esa radikal sifatida metil radikali ishtirok etyapti. Rus ximigi akademik Lebedev Sergey Vasilyevich ilmiy tadqiqotlarini to'yinmagan uglevodorodlarning polimerlanish, izomerlanish va gidrogenlanishga bag'ishladi. 1928-yili 1,3-butadienni natriy ta'sirida polimerizatsiya qilib, sintetik kauchuk oldi. Mana formulada ko'rib turibsizlar. 1,3-butadienni bir qancha molekulasini natriy ishtirokida polimerlab turib, demak sintetik kauchukni olishga muvaffaq bo'libdi. Sintetik kauchuk mustahkam va elastik bo'lganligi uchun rezina mahsulotlari ishlab chiqarishda keng qo'llanilgan. Misol uchun, mana rasmda ko'rib turganlar turli xil o'yinchoqlar, mashina ballonlari yoki bo'lmasa rezina qayiqlar va hokazo narsalar rezinadan tayyorlangan. Bular hammasi sintetik kauchuklar hisoblanar ekan. Uyga vazifa kauchukning qo'llanilishi mavzusi bo'yicha prezentatsiya tayyorlaysizlar, slayd yoki videorolik tayyorlashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz yakunlandi.